Jonim, men seni yaxshi ko'raman. Sen ham meni yaxshi ko'rasanmi? Keyin desam qachon? Nima bo'lyapti? Ana yaxshi ko'raman dada, sizga shuni aytmoqchi edim. Yaqinlashma. Astagfirullah. O'rta ish qo'yaychi. Uylanasiz kelganmi yo buni? Qo'lingni ber, men seni uzoqlarga olib ketaman. Unangimga. To'g'ri nima ayt? Jonim, sizdan bitta bo'z olsam maylimi? Ket tepaman. Unangimga. O'zim uyimda qo'rqyapman. Uylantirmasam bu yetmaydi.